Oyni mo'ljal qiling. Garchi unga yeta olmasangiz ham, hech bo'lmasa yulduzlar orasida bo'lasiz. Les Brown. Hayot bu kinofilm va siz undagi bosh qahramonsiz. Charlie Chaplin. Aql mavjudligining birinchi belgisi buni isbotlashni istamaslikdir. Victor Hugo. Ko'rlar orasida oyni sotma, karlar orasida g'azal o'qima. Rumi. Sokin dengiz hech qachon mohir dengizchini tarbiyalay olmaydi. Ernest Hemingway. Tavakkal shahrida mardlar kezadi, qo'rqoq o'lgunicha reja tuzadi. Salohiddin Ayyubiy. Ko'p narsani bilgan emas, kerakli narsani bilgan donodir. Isxil. Bir dalil bilan 40 olimni yengdim, lekin 40 dalil bilan bir johilni yenga olmadim. Imom Shofiy. Prezidentlikdan ketganimdan keyin golfda hech kimni yuta olmay qoldim. Dwight David Eisenhower. Hayotning menga o'rgatgan eng qimmatli xulosasi hech narsadan afsuslanmaslikdir. Diane Somerset. Baribir bizga qolmaydigan dunyo uchun biz bilan qoladigan gunohlar qilmoqdamiz. Malcolm X. Yurishda to'xtamaydiganlar bir kun kelib hatto yugurayotganlarni ham ortda qoldiradilar. Konfutsiy. Har bog'bon qo'lida ermak bo'lgan gulda ifor bo'lmaydi. Firdavsiy. Qo'lingdan kelganini aytma, qo'lingdan kelganini ko'rsat. Epiktet. Faqat tirik baliqlargina oqimga qarshi suzadi. O'lik baliq bo'lsangiz, oqim bo'ylab suzavering. John Crow. Yetti boshli ajdardan qo'rqma, ikki tilli odamdan qo'rq. Xitoy xalq maqoli. Daraxt kabi bo'l, qurigan barglarni to'k. Sa'diy Sheroziy. Odam o'qdek to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin shunda ham uning tanqidchilari bo'ladi. Umar ibn Xattob. Besamar o'tgan har bir kuningiz sizning dushmaningizga aylanib boradi. Naqshbandiy. Dardingizni to'kishingizdan oldin idishni teshik emasligiga ishonch hosil qiling. Bernard Shaw.
xalqni to'ydirishdan ko'ra shaxslarni to'ydirish qiyinroq. Seneca. Bir kambag'al inson dedi: umrimiz davomida yig'lab yashadik. Bir marta kulgandik suratga olishdi va baxtli bo'lish uchun boylik shart emas deb yozib qo'yishdi. Sergey Yesenin. Nodon do'st dushmandan ko'ra xavfliroqdir. Hazini. Biror ishni qilishga qasd qilgan bo'lsam, butun zehnim va vujudim bilan bog'lanib, to bitirmagunimcha undan qo'limni tortmadim. Amir Temur. Doimiy quyosh ko'klamni sahroga aylantiradi. Turk xalq iborasi. Millatni yo'q qilish uchun otish shart emas. Ularni bilimsiz qilib qo'ysangiz bas. Sadriddin Ayni. Agar kimdir meni haqorat qilgan bo'lsa, bu uning tanlovi. Chunki uning fe'l-atvori shunday. Mening esa o'z fe'l-atvorim bor va men o'z xatti-harakatlarimda o'z tabiatimga sodiq qolaman. Mark Avreliy. Insonlar bor o'liklikda tirikdir, insonlar bor tiriklikda o'likdir. Navoiy. Agar siz nimagadir qodirman deb o'ylasangiz haqsiz. Agar nimagadir qodir emasman desangiz, unda ham haqsiz. Henry Ford. Dunyoda azob uqubat ko'pligi sababi zolim insonlarning shafqatsizligi emas, balki oqil insonlarning ularga nisbatan befarqligidir. Napoleon Bonaparte. Haqiqatni odamlarga qarab tanima, balki avval haqiqatni topib ol. Shundan keyin uning ahlini taniysan. Ali ibn Abu Talib. Yetti marta yiqilsang, 8 marta tur. Yapon xalq maqoli. Bolalaringizni tarbiya qiling. Shunda erkaklarni jazolashga mahkum bo'lmaysiz. Pifagor. Inson hayotida ikki ahamiyatli kun bor. Birinchisi dunyoga kelgan kuni. Ikkinchisi nima uchun bu dunyoga kelganini anglagan kuni. Mark Twain. Kim pul hamma narsani hal qila oladi deb da'vo qilsa, uning o'zi pul uchun hamma narsani qila oladi. Benjamin Franklin. Insonning ulug'ligi uning kichkina odamlarga bo'lgan munosabatida namoyon bo'ladi. Thomas Carlyle. Qayg'u chog'ida vahimaga tushib, o'z sochlarini yuladiganlarni tushunmayman. Xuddi boshlari kal bo'lsa, musibat tugaydigandek. Titseron. Qo'limda tutgancha botiniy fonus, farosat ahlini izlayman hanuz. Ogahiy.
Gumonda bo'lish aniq bilishdan ham yomonroq, chunki haqiqatning chegarasi bor, tasavvur esa cheksizdir. Erix Mariya Remark. Muvaffaqiyat bu g'ayratni so'ndirmagan holda omadsizliklardan birin-ketin o'tib borishdir. Winston Churchill. Zaiflar omad va vaziyatlarga ishonadilar. Kuchlilar esa sabab va natijalarga. Ralph Emerson. O'rmonda yo'lbars bo'lmasa, maymun qirollikni da'vo qiladi. Epiktet. Haqiqat har doim ham go'zal emas va go'zal so'zlarning barchasi ham haqiqat emas. Lao Tzu. Bilimsiz kishilarning ko'ngli xurofotga moyil bo'ladi. Abu Rayhon Beruniy. Agar ta'lim sizga juda qimmat tuyulayotgan bo'lsa, johillik sizga qanchaga tushishini tekshirib ko'ring. Benjamin Franklin. Har bir inson individual ravishda mulohazali va xotirjamdir, lekin olomonga qo'shilgach ongsiz mavjudotga aylanadi. Friedrich Schiller. Tarix eng yomon o'qituvchilarga ega eng yaxshi ustoz. Mahatma Gandhi. Ahmoqlik bu kasallik va unga qarshi dori yo'q. Immanuel Kant. Qo'rslik bu zaif shaxsning kuchli ko'rinish harakatidan boshqa narsa emas. Erik Hoffer. Dardi dunyo bo'lganni dunyo qadar dardi bo'lur. Yunus Emro. Haddan tashqari qattiq qo'l oilalar tajribali yolg'onchilarni voyaga yetkazadi. Dale Carnegie. It qopmaydi, ot tepmaydi dema. Negaki bu odat ularning tabiatida bor. Qo'shg'ariy. Men faqat hech narsani bilmasligimni bilaman. Boshqalar esa shuni ham bilishmaydi. Suqrot. Eng mohir yolg'onchi ham o'zini alday olmaydi. Les Brown. Dunyo bir kapalak umri qadardir. Na xafa qilishga arzir, na xafa bo'lishga. Rumiy. G'alabaning otasi ko'p, mag'lubiyat esa doim yetim. Franz Kafka. Urushdagi bog'bon bo'lgandan ko'ra bog'dagi jangchi bo'lgan afzal. Sun Tzu. Dushmaningni qadrla, zero faqat u senga nuqsonlaringni boricha ayta oladi. Leonardo da Vinci. Orasida tashqi ko'rinish, ravon nutq va yaxshi axloq har doim modada bo'ladi. Donatello Versace.
Sizga otilgan toshlardan bino quring. Vinsent Lombardi. Odamlar mendan g'oya o'g'irlashlari meni xavotirga solmaydi. Meni xavotirga soladigani ularning shaxsiy g'oyalari mavjud emasligi. Nikola Tesla. Ko'zgu mening eng yaqin do'stim. Chunki men yig'laganimda u hech qachon kulmaydi. Charlie Chaplin. Qafasda tug'ilgan qushlar parvoz etish kasallik bo'lsa kerak deb o'ylashadi. Pablo Picasso. Faqat ikki narsa cheksizdir: koinot va insonning ahmoqligi. Lekin koinot borasida ishonchim komil emas. Albert Einstein. Hech bir inson uzoq vaqt ikkiyuzlamachi bo'la olmaydi. Chunki ertami kechmi u 200 dan qaysi biri haqiqiy ekanligini unutadi. Mark Avreliy. G'azabda, quvonchda va ikkilanayotganingda tilingni tiy. Shunda yutasan. Tony Robbins. O'zingizdan ko'ra kuchliroqlar bilan mashq qiling. Boshqalar taslim bo'lgan joydan taslim bo'lmang va hech kim g'alaba qozona olmaydigan joyda siz g'alaba qozonasiz. Bruce Lee. Mening harakatlarimda beparvolik yo'q. Mening so'zlarimda chalkashlik yo'q. Mening fikrlarimda noaniqlik yo'q. Gay Yuliy Sezar. Hech kim mening do'stim emas, hech kim mening dushmanim ham emas. Lekin har bir inson mening ustozimdir. Suqrot. Men hazillashayotganimda doim rost gapiraman. Chunki bu dunyoda haqiqatdan ko'ra kulguliroq narsa yo'q. Bernard Shaw. Jahonning shodligi yig'ilsa butun, do'stlar diydoridan bo'lolmas ustun. Rudaki. Qo'rqoqning qo'lidagi xanjardan foyda yo'qdir. Miyamoto Musashi. Zulmat zulmatni yenga olmaydi. Faqat yorug'lik bunga qodir. Nafrat nafratni yenga olmaydi. Faqat sevgi bunga qodir. Martin Luther King. Inson o'z kuchidan foydalanmaguncha nimaga qodir ekanligini bila olmaydi. Goethe. Tozalik uchun kurashish shart emas. Supurishni boshlasangiz kifoya. Demokrit. Har narsaning me'yori yaxshi, odobning esa ortig'i. Shams Tabriziy. Agar biror narsani yo'qotishdan qo'rqsangiz, uni yo'qoting va qo'rqmang. Dalay Lama. Siz uchun ko'lmakni ham kechib o'tmaydigan insonlar uchun okeanni kechib o'tmang. Dostoyevskiy.
Juda ko'pchilik o'zi yoqtirmagan insonlarga yoqish uchun o'zlari ishlab topmagan pullarga, o'zlariga kerak bo'lmagan buyumlarni sotib oladilar. Will Rogers. Oson ishlarni qiling va hayotingiz qiyin bo'ladi. Qiyin ishlarni qiling va hayotingiz oson bo'ladi. Carl Jung. Agar birorta ham dushmaning bo'lmasa, demak hayotda arzigulik hech narsa qilmabsan. Antoine de Saint. Sen bu dunyoga boshqalarning umidlarini oqlash uchun kelmagansan. Ernest Hemingway. Keyinchalik yashirish kerak bo'ladigan ishni qilma. Naqshbandi. Dushmanning so'zlaridan qo'rqma. Do'stlarning sukutidan qo'rq. Epiktet. Har bir ayol qanchalik kuchli bo'lishidan qat'iy nazar o'zidan kuchliroq erkakka bo'ysunishni xohlaydi. Bernard Shaw. Agar qandaydir ish qo'lingdan kelsa, uni tekinga bajarma. Donald Trump. Yaxshi qaror tajriba samarasi. Tajriba esa yomon qarorlar samarasidir. Walter Wriston. G'alaba tayyorgarlikni yaxshi ko'radi. Ezop. Baxtli odam men baxtliman deb olamga jar solmaydi. Sitseron. O'zingizni hech kim bilan solishtirmang. Bu birinchi navbatda sizni haqorat qiladi. Bill Stein. Inson aqlli mavjudot, lekin aqlli ish qilish uchun aqlning o'zi yetarli emas. Charles Bukowski. O'z naslingni saqlab qolishni istasang, munosib o'g'ilni tarbiyala. O'z millatingni saqlab qolishni istasang, munosib qiz tarbiyala. Yusuf Xosxojib. Biz qanchalar baland uchsak, ucha olmaydiganlarga shunchalik kichikroq ko'rinamiz. Friedrich Nietzsche. Hech kim sizdan aqlli emas. Hech kim sizdan kuchli emas. Shunchaki ular sizdan ancha vaqtliroq boshlashgan. Brian Tracy. Noto'g'ri poyezdda qanchalik ko'p qolsangiz, uyga qaytish shunchalik qimmatga tushadi. Agatha Christie. Qo'rquv o'tkinchi tuyg'u, afsus esa umrbod davom etadi. Sulton Murod 3. Dono jangchi hech qachon jangga intilmaydi, lekin u har doim bunga tayyor bo'lishi kerak. Bushido kodeksi. O'tmishga qarab shlyapangizni yeching, kelajakka qarab yengingizni shimaring. Jon Santayana. Inson ekanligingizni unutmang.
qolgan barcha narsani unutsa bo'ladi. Bernard Rassel. Ey mol dunyo jamlagan, oltinlar yig'ib baland imoratlar qurganlar, adashdingiz. Aslida kitoblar qimmatliroq edi. Muallif noma'lum.